Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barcha alamlarni yukdan bar qilib, tarbiyalab, ne'matlab turishi Alloh subhanahu va ta'ala barcha maqtovlar bo'lsa edi. Bu dunyoga bo'lak bo'lib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ko'ngil turlaridan shiqqan salovat salamlarimiz erishsa edi. Bu dunyoda adam balası ikinci kişinin yaratuvun, mahabbatin, o'zini e'tibor etuvini yovlarga tirishar. Lekin bar shunday buyuk zot kimning yaratuvi bizning uchun tayinda muhimroq bo'lib turadi. U Alloh taolaning yaratuvi. Shulay etib, Alloh taola bizni yaratami? Bizdan rizomi? Onun nindi alametlari bor. Shunun turunda bunga va'zda ishlab ketasi kelaydi. Chunki agarda biz Alloh taolaning yaratuvina erishsak, biz dunyodagi eng zo'r maqsadga erishgan bo'lib chiqamiz. Birinchi alamat, agarda Alloh subhanahu va taala adam bolasini yaratar ekan, u unga iymon beradi, to'g'ri yo'lga kiritadi. Shulay etib, agar adam balasi dindan, Allohning kitobidan yiroqaya ekan, u Allohning muhabbatidan yiroqaya. Kimdir aytirganmikin? Mana mening tanishim bor, ko'rshim bor. Onun zo'r mashinasi, zo'r uyi bor, lekin u dinda tugil. Mening mashinam da yo'q, uyim da kichkina. Demak, Alloh subhanahu va taala onu yarata, amini yo'q. Yo'q, bu durust tugil. Alloh taala Fir'avnga ko'p mol bergan, lekin onu yaratmagan. Kirisincha, Alloh subhanahu va taala dunyo mollari bilan kishini adashtirgan mumkin. Eng zo'r boylik ul iymon boyligi bo'lib turadi. Ibn Mas'udning shunday so'zlari bor. Dirsikda Alloh subhanahu va taala yaratgan ham yaratmagan kishilarga dunyo molini beradi. Tik yaratgan kishilargagina ul iymon boyligini beradi. Ikkinchi alamat, Alloh taala kishini turli gunohlardan saqlaydi. Agarda biz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning turmushidan qarasak ko'ra olamiz. Alloh taala uni payg'ambarlikka hatto turli gunohlardan saqlagan, Allohga keltirmagan. Agarda biror adam bolasin, biror kishi gunoh qilishga chaqirsa, lekin shuna indasa, onun ko'ngli shuna tortmasa, borasi kelmay, biligiz, bu Alloh taolaning oxiratda yaratuvi. Imom At-Tirmiziy jintig'ida shunday hadis keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan: Alloh taala yaratgan bandasini dunyo lazzatidan saqlaydi. Nechiksiz avru kishini suvdan saqlagan kabi. Ko'p suv ishi anga ziyonli bo'lsa. Uchinchi alamat, Alloh taala kishining xulqini o'zgartiradi. Mana dinga hatli biz taqabir bo'lganimizlar, tezgina qizib ketaydik, zorlanib yuriydik. Lekin dinga kelgach, biz sabrlik ko'rsata boshladik. Ko'proq kishilarga bulasha boshladik. Shulay etib Alloh taala bizni o'zgartirib, o'zining muhabbatini bizga ko'rsatadi. To'rtinchi alamat, Alloh taala iymon bergandan so'ng kishini turlicha sinaydi. Kimnidir u aqsha bilan, mol bilan sinaydi, kimnidir shir bilan. Masalan, men ko'p namoz o'qisam da, duolar qilsam da zarbatlarni ko'tarmaylar. Yoki to'nlar bilan o'rtak til topa olmayman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan: Alloh taala sinovni qavmning ishiga yarata shulay beradi. Agarda u qavm bu sinovga rizo bo'lar ekan, Alloh taala ulardan rizo bo'ladi. Kim anga ashuli bo'lsa, anga Allohning ashuvi bo'lar. Shunga da biz sinov kelsa ekan, biz onlarga rizo bo'lishga tiyishmiz. Beshinchi alamat, Alloh subhanahu va taala kishini bu dunyoda jazolaydi. Biror gunoh qilding ekan, Alloh taala seni shunda g'azablaydi. Ne uchun deb so'rasangiz, uning so'rovi shunday. U o'zi turida isnat tashida. Kishi gunoh qildan to'xtasin deb. Mana kishi gunoh qilganida hamma isnat tashida. Men hozir men gunoh qilsam, Alloh taala meni shunda jazolayacak. Hamma u gunohni qoldiradi. Agar Alloh subhanahu va taala bizni o'zining turida isnat tashirmasa, kishi gunoh qiluvdan to'xtamay ham gunohni yeb boradi. Hamma shuning uchun oxiratda javob berishak.
ахиреттәге жаза күпкә авыррак дөньяның жазасына караганда. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә үзенең рәхмәтләрен әйләсә иде һәм безгә бу тормышта иң зур максатка ирешергә насыйп итсен.